Python tilidagi sikllar ma'lum bir shartlar bajarilguniga qadar kod blokini takrorlash uchun ishlatiladi. Siz biror harakatni ma'lum bir marta takrorlamoqchi bo'lganingizda, masalan, bir narsani 100 marta bajarish kerak yoki biror kod bo'limini 100 marta bajarish kerak yoki foydalanuvchi ma'lumotlarni qabul qilmaguncha biror harakatni bir necha marta takrorlab turish kerak bo'lganda juda foydali narsa hisoblanadi. Yana misol sifatida biror vazifani x martagacha takrorlash kerak bo'lganda, to'plamdagi barcha elementlar uchun bir vazifani takrorlash kerak bo'lganda yoki qaysidir shart to'g'ri bo'lganda har safar o'sha biror narsani qilish kerak bo'lganda ishlatish kerak bo'ladi. Endi siz ro'yxatlar va ro'yxatlardagi alohida elementlar bilan qanday ishlashni bilganingizdan keyin avval u yerda sikllardan qanday foydalanish mumkinligini ko'rib chiqishimiz kerak. Misol uchun ro'yxatimiz so'zlardan iborat bo'lsa, o'sha har bir elementni katta harflarda yozish kerak bo'lsin. Yoki agar sonlardan iborat bo'lsa, har bir elementga qaysidir sonni qo'shib chiqish kerak bo'lsin. Shu kabi vazifalarda ishlatishimiz mumkin. Dasturlashda biror bir narsani bosqichma-bosqich amalga oshirish konsepsiyasi iteratsiya deb ataladi va biz ro'yxatdagi elementlarni iteratsiya qilish uchun sikldan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni biror narsani bosqichma-bosqich amalga oshirish kerak bo'lsa, o'sha to'lig'icha bitta holat iteratsiya deb ataladi. Pythonda siklni mana shunday yozishimiz mumkin va bu yerda for kalit so'zi bo'lgani uchun bu for sikli deb ataladi. Ya'ni for bu sikl operatori deb tushunsanglar bo'ladi. Shunday qilib bu kod parchasi 3 marta ishga tushiriladi. Chunki bizning ro'yxatimizda 3 ta element mavjud. Birinchi marta ishga tushganda fruit olmaga teng bo'ladi. Keyingi iteratsiyada, ya'ni keyingi marta ishga tushganda bu bananga teng bo'ladi va shunday davom etadi. Ba'zida siklni bajarganda hozirgi iteratsiya qilayotgan elementning indeksini bilish biz uchun kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni biz qaysidir element bilan ishlayapmiz va o'sha elementni indeksi ham bizga kerak. Bu holatda biz indeksni bilmaymiz, ammo uni avtomatik tarzda olishimiz mumkin. Buning uchun biz oldindan Pythonda o'rnatilgan enumerate funksiyasidan foydalanishimiz mumkin. Ichiga solamiz, ro'yxat o'zgaruvchimizni bu funksiya ichiga solamiz va endi bizda iteratsiya indeksini ko'rsatadigan qo'shimcha o'zgaruvchi mavjud bo'ladi. Bu o'zgaruvchini xohlagan nom bilan atashimiz mumkin bo'ladi, ammo dasturlashda ko'pincha iteratsiya yoki indeks degan ma'nolarni anglatgani uchun kichkina i harfi bilan foydalaniladi. Ya'ni bu yerda xuddi boyagi kodimiz, faqatgina i o'zgaruvchisini qo'shdik va enumerate funksiyasidan foydalanyapmiz. Enumerate bizga o'sha fruit misol uchun bu yerda qaysidir ro'yxatdagi elementga teng bo'ladi bir chekkadan. Misol uchun olma chiqqanda uning indeksi sifatida 0 chiqadi. Agar biz ma'lum bir ro'yxatga ahamiyat bermasak va shunchaki kodning bir qismini 10 marta ishga tushirmoqchi bo'lsak-chi, bu holatda nima qilishimiz kerak? Buni amalga oshirish uchun for siklidan ham foydalanishimiz mumkin. Biz shunchaki ushbu funksiyadan foydalanayotganda range yordamchi parametrdan foydalanishimiz kerak va bu 10 martagacha siklni bajarishga, ya'ni o'sha vazifani 10 martagacha bajarishga yordam beradi. Range funksiyasi ko'plab imkoniyatlarga ega funksiyalardan biri hisoblanadi, ya'ni uning ko'plab sep parametrlari bor. Ularni barchasini hozir tushuntirib ko'rsatib o'tishning imkoni bo'lmagani uchun sizlarga resurslar bo'limida misollar qoldiraman. Ko'rib chiqsangiz ancha foydali bo'ladi. Pythonda while sikli quyidagicha bo'ladi. While kalit so'zidan foydalanamiz va unga qandaydir ifoda qo'shamiz. Bu shart yoki qandaydir funksiya bo'lishi ham mumkin. Bu misol kodda ifoda true qiymatiga teng bo'lgan ekan, bu kod bajarilishda davom etadi. Shunday qilib, agar men buni hozir ishga tushirsam, dasturim cheksiz davom etadi. Ammo bu xato hisoblanadi. Agar bu kodni ishga tushirsangiz, terminalingizda ctrl+c ni bosish orqali Python interpretatoridan majburiy chiqishingiz mumkin. Umuman olganda, dasturlashda sikllarni o'rganish biroz murakkabroq ko'rinadi. Shuning uchun hozir biroz tanaffus qiling va davom eting. Agar biroz tanaffus qilgan bo'lsangiz, davom etamiz. Break kalit so'z yordamida siklni ichkaridan to'xtatish mumkin. Quyidagi kod orqali biz siklni bir marta ishga tushiramiz
va undan chiqib ketamiz, ya'ni sikl to'xtaydi. Masalan, keling, bu sikl necha marta bajarilganini kuzatuvchi dastur tuzaylik va 5-aylanishda, ya'ni iteratsiyada break qilaylik. Bu holatda count degan o'zgaruvchimizning qiymati 0 ga teng. While true orqali cheksiz sikl yaratyapmiz. Count plus teng 1. Bu yerda count o'zgaruvchimizga bir raqami qo'shib borishni aytyapmiz, ya'ni qo'shilishini aytyapmiz. Endi countni qiymati 0 ga emas, 1 ga teng bo'ladi. Print chop etish operatoridan foydalanyapmiz. Fstring orqali. Fstring bizga avvalgi darslarda ko'rganimizdek o'zgaruvchilardan foydalanish imkonini beradi. Ya'ni bizga har safar necha marta aylanish bo'lganligi haqida xabar chiqishi kerak bo'ladi. Va biz ushbu sikl ichiga quyidagicha shart ham berib ketyapmiz. If count teng 5. Agar countimiz qiymati 5 ga teng bo'lganda break qil, ya'ni siklni to'xtat. Bunda bizga 4 marotaba sikl aylanadi va har bir aylanish haqida, necha marta aylanganligi haqida xabar chop etiladi. Bilish kerak bo'lgan yana bir foydali kalit so'z bu continue kalit so'zi hisoblanadi. Shunday qilib, sikldan butunlay chiqib ketish o'rniga bu Pythonga shunchaki siklning boshiga qaytishni va keyin iteratsiyani davom ettirishni aytadi. Buni ko'rsatish uchun count qiymati 3 ga teng bo'lganda continue kalit so'zidan foydalanishimiz mumkin. Ushbu kalit so'zga yetganda sikl o'z ishini to'xtatadi. Shuning uchun u ushbu kodning qolgan qismiga yetib bormaydi va siklning boshiga qaytib, uni yana o'sha yerdan boshlaydi. Bu ikkita kalit so'z avvalroq ko'rib chiqqan for looplar bilan ham ishlaydi. Mana aynan o'sha kod while loop o'rniga for loop sifatida yozilgan. Siklni abadiy ishlashi uchun true deb yozish o'rniga biz shunchaki haqiqiy shartni bu yerga yozishimiz ham mumkin. Misol sifatida quyidagi misolni keltirish mumkin. Count kichik bo'lsa 5 dan, ya'ni count'imizning qiymati 5 dan kichik bo'lganda sikl davom etadi. Pythonda sikllar orqali ro'yxatlar bilan ishlashda ro'yxat tushunchalari degan tushuncha mavjud va u biroz murakkabroq bo'lgani uchun hozirda unchalik chuqurroq kirishmoqchi emasman, ammo quyidagi misolni ko'rsatib berishim mumkin. Bu ro'yxatni ko'chirish va bir vaqtning o'zida yangi ro'yxat yaratish uchun xizmat qiladi. Bu misolda men har bir elementni asl ro'yxatdagidan 2 barobar ko'paytirib, ya'ni kvadratga oshirib yangi ro'yxat yaratmoqchiman. Endi buni amalga oshirish uchun bizga murakkab sintaksdan foydalanish shart emas. Biz buni odatiy tarzda o'zimiz o'rgangan oldingi bilimlardan foydalanib yozish orqali ham xuddi shunday natijaga erishishimiz mumkin. Yangi ro'yxat bor. MyList u sonlardan iborat va uning qiymatlari quyidagicha. Bu yerda yangi bo'sh ro'yxat yarataman. New list. Endi for sikldan foydalanib sikl aylantiraman toki ro'yxatning oxirigacha va bu yerda x avvalgi ro'yxatni har bir elementiga tenglashib chiqadi. Biz avvaldan o'rgangan append funksiyasi orqali yangi ro'yxatga element qo'shaman, ya'ni x ni qo'shishim kerak, ammo x ni qo'shishdan oldin uni 2 ga ko'paytirib olaman, ya'ni kvadratga oshirib olaman. So'ngra oxirida yangi ro'yxatini chop etsam, menda yangi ro'yxat paydo bo'lgan bo'ladi va har bir son eski ro'yxatning kvadratiga teng. Xullas, sikllardan foydalanib ro'yxatlar bilan ishlashni tezroq va foydali qilishimiz mumkin.